Bismillahirrahmanirrahim. Barlıq hamd sana Canabi Allah'a olsun. Şundaqla Peygamberimizge, ail tavabatlarına ve onunğa taki kıyamet ergeçkenlerge durut salamlar bolsun. Yat arayallar o'ttirsida zörüriyet yoki ciddi ihtiyoç tepilmagan ahvolda so'zlashish, ko'rishish va alohida qarindoshlik va yoki odatda erlar bilan erlar, ayollar bilan ayollar o'ttirsida bo'ladigandek do'stlik munosabat qurishga bo'lmaydi. Bu shaytonning hiylasidan iborat bo'lib, oxiri ishq muhabbatga va gunoh ma'siyatga elib berishi turg'anli gap. Bundaq qarindoshlik bilan o'zini qo'llaganlarning qandoq yomon oqibatga qolganligini ko'p anglab turyapmiz. Bu sababdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ansarlar bilan muhojirlarni qarindosh qilgandimi, er kishi bilan ayol kishini o'zaro qarindosh qilmagan. Nomahramlardan xabar elish yoki ularga ilm o'rgatish ishlarida xoli parang yoki uchrashish bo'lmay, ommaviy so'rinlarda o'zining ayollari yoki hamshirlari orqali ko'ngil bo'lsa bo'ladi. Rasululloh va ayollarimo ko'ngil bo'lish va ilm o'rgatishda shunday qiladi. Erlar erlarga, ayollar ayollarga ko'ngil bo'lsa, texmi yaxshi. Vallohu alam. Fatvoda doktor Abdulaziz rahmatulloh 2016-yil 9-oyning 4-kuni.